Ma'lumki, O'zbekiston zaminida foydali qazilmalar juda ko'p. Ana shu boylikdan oqilona foydalanish zimmamizdagi katta mas'uliyat. Noruda tog' jinslari bu qayta ishlanmagan ma'dan, ya'ni uning xom holati. Uni qazib olish bilim, texnika va tajriba talab etadi. So'nggi yillarda mazkur sohada faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar 1,5 barobarga oshdi. Bunga sabab avvalambor ishbilarmonlarga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar bo'lsa, yana bir tomoni yer qa'ri uchastkalarini auksion savdolariga chiqarilishi bo'ldi. Tog' sanoati va geologiya vazirligi tizimidagi yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi ayni mazkur sohada faoliyat olib borayotgan biznes subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatadi. Litsenziya olish hamda yer osti hududlaridan oqilona foydalanilishi ustidan monitoring olib boradi. Sohadagi jarayonlarni o'rgangan hamkasbim mavzuni aniq misollar asosida davom ettiradi. Yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi 2023-yil 27-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'muriy islohotlar doirasida tog' sanoati va geologiya sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tashkil etildi. Markazning asosiy faoliyati va maqsadi aholi va tadbirkorlik subyektlariga qulay muhit yaratgan holda yer qa'ridan foydalanish sohasida sifatli davlat xizmatlarini ko'rsatishdan iborat. Bugungi kunda yer qa'ridan foydalanish sohasida 3 xil yo'nalish bo'yicha ruxsatnomalar rasmiylashtirib beriladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 133-sonli qaroriga muvofiq rasmiylashtirib beriladi. Birinchisi bu noruda turdagi foydali qazilmalarga, ikkinchisi strategik turdagi foydali qazilmalarga, uchinchisi oltin izlovchilar usulidagi foydali qazilmalarga ruxsatnomalar rasmiylashtirib beriladi. Yer qa'ridan foydalanish bo'yicha tadbirkorlarga asosiy qulayliklardan biri bu inson omilisiz shaffoflikni ta'minlagan holda lisens programmasi yoki MyGov platformasi orqali ariza topshirishlari mumkin. Misol uchun, ilgari viloyatlardagi tadbirkorlarimiz hujjat topshirish uchun bizani davlat idoramizga kelishiga majbur edi. Endi hozir bo'lsa elektron shaklda topshirishi mumkin. Bu yerlarda tabiat sukut saqlaydi. Tog'lar esa yillar davomida saqlangan xazinalar haqida gapirmasdan turadi. Mazkur sohaning haqiqiy fidoyisi esa bilim, texnologiya va mehnatni uyg'unlashtirgan holda qazilmalardan oqilona foydalana oladi. Bu borada esa markaz ularga ko'makchi bo'lmoqda. 2019-yilga kelib hurmatli prezidentimizni tadbirkorlik qilayotgan e'tiborlaridan menga Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida Barsakilmes tuzkonidan 20 gektar joy ajratildi. Mahsulotimizni sifatli chiqarish maqsadida Turkiya davlatiga borib ishlab o'rganib keldim. Markazni menga ko'p yordami tegdi. Masalan, litsenziya olishimizda har bitta hujjatga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, o'z vaqtida qilib berishdi. Hozirgi kunda eksportga yo'lga qo'ymoqchimiz. Markazdan kelib maslahat olaman. Tizimga joriy yilning yanvar-may oylarida 584 ta murojaat kelib tushgan. Uning 283 tasi hal etilgan. Murojaatlar asosan auksion, yer osti suvlariga ruxsatnoma olish hamda loyiha ekspertizasi uchun xulosalar yuzasidan kelib tushgan. Aytish joizki, yer qa'ridan foydalanish sohasidagi 11 turdagi davlat xizmati to'liq elektron shaklga o'tkazilgan. Shuningdek, Qo'l markaz orqali aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob va maslahatlar berib borilmoqda. Chunki foydali qazilmalarni o'zlashtirish jarayonlari nafaqat iqtisodiy foyda, balki katta mas'uliyatni ham talab qiladi.